بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ey müminler! Mening düşmanimni ve sizlarning düşmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazsizlar. Ular Rabbinglar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqadi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, undaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shirin do'stlik yetkazsizlar. Men sizlar yo'shirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimiki shunday qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazdi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Agar ular sizlarni yengsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi. Sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Alloh aranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlarning qatorida dovzaxda bo'ladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. İbrahim ve onun bilan birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. O'z vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotgan botil ma'budlaringlardan ado judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglar qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dabi qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim ve onun bilen birga bo'lgan mu'minlar aytdi. Rabbimiz
sana tevekkül kıldık. Sana kayttık. Ahir kaytıdığan cay senin dergahındır. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbimiz kafirlarni bizga ziyankeşlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Ular bizga musallat bo'lib, bizni ko'tirgili bo'lmaydigan azob bilan dinimizdan chiqarmasin. Rabbimiz bizga mag'firat qilgin. Sen haqiqatan mutlaq g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ey Muhammed'nin ümmeti! İbrahim ve onunla ergeşken müminler sizlerge Allah'ni ve ahiret gününü ümit kılıdığanlarga yaxşı namunedir. Kimiki imandan yüz öğriydiken bilsin ki Allah onundan ve undaklardan bihacettir. Allah medhiyege layıktır. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Belkim Allah sizler bilen sizler üç gördüğün adamlar arasında dostluk payda kılıdı. Allah her nersige qadirdir. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Küffarlardan sizler bilen uruş kılmagan ve sizlerni yurtinglardan haydab çıkarmaganlarga kelsek, Allah ularga yaxşılık kılışinglardan, ularga adil boluşinglardan sizlerni tosmaydı. Şübhisiz ki Allah adillarni yaxşı gördü. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah din üçün sizler bilen uruşkan, sizlerni yurtinglardan haydab çıkargan ve sizlerni haydab çıkarışkı yardımlaşkenlerni dost tutuşinglardan sizlerni tosudu. Kimiki ularni dost tutudiken, ular zalimlardır. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ey müminler! Sizlerge mümin ayallar hicret kılıp kelse, ularni sınap görünler. Ularning imanini Allah obdan bilidi. Eğer ularni sınıgandın keyin haqiqiy mu'mina deb tonisanglar, ularni kafirlar qaytirib bermanglar. Ular kafirlarga halal emas. Kafirlarmi ularga halal emas. Kafir erlerining ularga bergan mehrini qaytirib beringlar. Ularning mehrilerini berib nikahinglarga alsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi.
Kafir ayollarni emrinlarda saqlamanglar. Ularga bergan mahringlarni talab qilinglar. Kafirlarmu hijrat qilib kelgan mu'min ayollarga bergan mahrlarini talab qilsin. Allohning hukmi ana shu. Allah aranglarda hukm chiqirdi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. Agar sizlarning ba'zi ayollaringlar kofirlarga kirib ketsa, kofirlar bilan urushib g'animat olgan vaqtinglarda ayollari kofirlarga kirib ketgan kishilarga g'animatdan ularning bergan mahrining miqdorini beringlar. Ya'ni musulmonlardan birining ayoli kuffarlar tarafga qochib ketsa, sizlar kuffarlar bilan urushib olgan g'animat moldan mazkur ayolning eriga mahri miqdori mol beringlar. Sizlar o'zinglar ishongan Allohdan qo'rqinglar. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey Peygamber! Mu'min ayollar sana kelib, Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni jahiliyat davridagidek qiz bolalarini nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ltirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarining bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bay'at qilsa, yuqorqi shartlar asosida ularga bay'at qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey müminler! Allah gazap qilgan qavmni do'st tutmanglar. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat savobidan qabrlarida yotgan kuffarlar umidini uzgandek haqiqatan umidini uzdi.